Birinchi may, ya'ni bugundan boshlab Prezident virtual qabulxonasi PMGO.uz portali orqali kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqish tizimida muhim o'zgarish kuchga kirdi. Bunda asosiy urg'u ijro intizomi va tezkorlikka qaratiladi. Agar murojaat o'z vaqtida ko'rib chiqilmasa, tizim uni avtomatik ravishda yuqori turuvchi organga o'tkazadi. Bu degani pastki bo'g'indagi sensorlikka chek qo'yish kutilmoqda. Endi murojaatlar shunchaki qabul qilinmaydi. 3 xil kategoriyaga ajratiladi: shoshilinch, odatiy, maslahat talab qiluvchi. Agar murojaatingiz tezkorlikni, shoshilinch ko'rib chiqishni talab qiladigan bo'lsa, shunchaki shoshilinch deb yozib ketishni o'zi kifoya qilmaydi. Arizangizda tezkor ko'rib chiqishni talab qiladigan asos faktlar bilan keltirib qo'yishingiz kerak. Shunda tezkor ko'rib chiqishga jo'natiladi. Mabodo murojaat nazoratga qaytarilsa, yuqori turuvchi idora arizani 3 ish kuni ichida qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Bu degani byurokratik to'siqlarni kamaytirish va fuqarolar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Shunaqa xalqimiz uchun manfaatli yangiliklar ko'paysin. Bizni kuzatib boringlar. Ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'linglar, like, podpisa, komment, repost qilinglar. Yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha tinch omon bo'linglar.